Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba, biz Sergeli mashina bozordamiz. O'tgan haftadagi videomiz izohlarida Nexia 1 va 2 so'rashgan ekan. Biz bugun Nexia 1 va 2 mashinasini narxini va holatini tekshirib sizlarga ko'rsatib boramiz. Video boshlashdan oldin like bosish esdan chiqmasin. Xo'p o'rtoqlar, mana 2007-yil Nexia 1imiz 380 ming probegda. Hozir Husan akam tekshiradilar, oxirida Husan akam aytadilar. Bismillah. Oxiri chiqqanlarim Husan aka 2007. 2007 oxiri ekan. Akalar oxiri chiqqandilar. Atsak yaxshi turibdi. Kapot yaxshi ekan. Endi atsak o'tamiz motor. Ichiga Buni o'tamiz. necha pul so'rayapsiz? Shuni aytib keting. Buni 5000, 4800 bo'lsa berib olamiz oxirisi. Bo'ldi, aka. Gazni 10 kun bo'ldi qo'yilganiga. Ballonni yeydi. Tak, Nexia'larda, Nexia 1, Nexia 2 da gemoroy qizuv bo'ladi. Gemoroy degani mana shu yerda ko'pchilik bo'ladi. Xalq tilida gemoroy deb qo'yilgan. Mana shu yerda geometriyalar joyi turibdi, butun gemoroy yaxshi. Mana shu treshina o'tkazadi. Bu mashinalarda, Nexia'larda mana shu mashina yurganda chakaga ochilib ketadi deydi-yu. Mana shu lanjero u yoqqa bu yoqqa qochadi. Hozir bu yerda mana shu treshina bo'lish kerak edi, lekin yo'q. Demak yaxshi degani. Endi ichiga o'tamiz. Necha so'rayapsiz aka mashinaga? 4800 deyishayotgan. 4800. Mana birkasi o'ziniki ekan aytdi. Demak, zavodga turibdi bu. Mana yerda kichkina bo'ladi-da, anaqasi. Boshqa qo'yganda boshqa bo'ladi. Bu zavodga turibdi. Metkalar joyida turibdi. Bu yerda metkasi joyida. Usulik tili o'ziniki ekan. Chashkalar joyida, chashkalar ko'pincha treshina bo'ladi. Bu o'ziniki turibdi, zavodga turibdi, butun. Aha. Bu yerda lanjero ham butun turibdi, tekis turibdi. Bu yer tarafini ko'ramiz. Bu yerda ham lanjero butun, lekin akkumulyator okisleniya berib zanglab ketibdi. Uni boshqadan sepib olish kerak bo'ladi, lekin o'zi butun turibdi. Mana shu zanglagani akkumulyatorda kislota to'kilib zanglaydi. Bundan oldin boshqacha turgan bo'lishi kerak. U shelachini qo'yishibdi. Unda bonkali bo'lgan. Shu bonkalikdan ko'payib ketadi. Ha. Qaynab ketadi. Shunga zanglagan. Siz o'zi mana Nexia 2 ham shunaqa bo'ladi. Keyin ichkari kiradi, almashtirib o'tadi. Yonini har doimgidek o'tirib olamiz-da, shundoq qaraymiz. Deformatsiya bormi, yo'qmi? Hozir qanotimiz yaxshi turibdi, endi keyingi eshiklariga ham o'tamiz. Qanot tekshiramiz. Yaxshi. Masla ekanda, jo'lar. Maslali holatda turibdi. Kraskasi. Qolganini bilmadim. İşte pitno var ya. Pitno? Ko'ringchi. 66 chiqyapti. Tak, mana shu kichkina pitno bor ekan. Aha. Dog'i bor ekan, kichkina pitnosi bor. Tak, Shu yaxshi turamiz. mana shu pitnosi bor. Sezilyapti. O'zi mana qora ekan, mana buni, mana shundoq kichkina. Sal qoraroqda, mana endi shuncha yilda kichkina pitno ishdan emas, endi nima bor ekan, shu joyi. Tak, ichiga radnoy turibdi, 20 metrli joyida. Bu yerda metrli joyida, qanot joyida turibdi. Bu ham joyida, ichini ko'raveramiz. Ichi ham yaxshi, bu joyida turibdi. Bu ham joyida turibdi. ariqqa tushib ketmagan. Germetka ham joyida o'ziniki mana. Toza shundoq. Toza, orqasidan yemagan, yaxshi mashina. Aha. Mashina hali urilmagan bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Tozalaganlar. Kirlo deb bor ekan kraska. Bu kirlo kraska. Mana shundoq kraska. Ha. Shta pitno sepilgan ekan undan. Kichkina pitnomi? Ko'rilyapti, pitno sepilgan ekan undan. Eshikda pitno bor, ham kirloda pitno bor ekan. Qolgan joy toza chiqdi. Ha, mashinamiz gazi bor, holati yaxshi, hamma joyi zavodskoy. 2007-yil ekan, 380 ming probegda. Bu mashinamizga 5000 so'rashayotgan ekan. Sunatiga o'tib beramiz deyishyapti. Pastda nomer qoldiramiz, o'shanga telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Nexia 2 Legenda deyshadi bu paytda. Hozir mana Husan akam bilan keldik, tekshiramiz, oxirida xulosani aytamiz. Kapotdan boshlaymiz. Bu Sonus modelida, adashmasam. Sonus.
kapot remont bo'lgan. Aha. O'zini remont qilishgan kapotda. Germetikалari ham yarimi bor, yarimi yo'q. Remont qilingan. Endi boltlarni yechilgan, udan turibdi. Aha. Atsek ham aytlardek zanglab ketgan joylari qolgan ekan. Balandroq Shundoq. sanaga. Aha. Krilo sepilgan, yo krilo ham sepilgan ekan. Ikkita krilo sepilgan. Sepilgan, u ham sepilgan. Kapotdan sepilgan. Keyin Aha. ma'lumot uchun ishda ozgina Nima hamma yoq sim bo'lyapti. shu yonganga o'xshyapti. Meni nazarimda ichida endi baribir bo'ladi-yu. Ha. Simini noto'g'rilab qo'yadi, boshqa qiladi. Bu siz yo birinchi mashinangizmi yo akangizmi? Mashina hech narsa Mashina- qilmaganmi? Remont qilingan, boshqa usilitel qo'ygan. Atsek butun turibdi. Range Rover tak o'zini joyida. No ozgina mana fikrim bu. Sal yonganga o'xshaydi, no normal. Datchi mana shunaqa payt kerak bo'ladi o'zi. Mana tuppa-tuz mashinalarga bu kerak emas. Ani sporniy paytda kerak bo'ladi. Endi hozir bu yerda shu ma'lumot uchun o'zi ko'rinib turibdi, shpaklovka. Ma'lumot uchun mana hozir datchik qo'yamiz. Mhm. Shpaklovka bo'lgan joyga. 68. 68 shpaklovka surilgan. Ustidan kirasi sepilgan. O'zi sepilgan kraska 1.68. 68 o'zi emas. Qalin surtyapti. 1.68. O'zi 20, terpimi 30 bo'lish kerak. Mhm. Hozir bu yerda 1.65 o'tiribdi. Bu yoq ham sepilgan. O bir agar esinglarda bo'lsa, bu mashina emasmi? Endi boshqa mashinada bitta usta shu viloyatli usta Ha. mashinani sariq bo'ladi u mashina. O'sha sariqni yo'qotish uchun haftaga endi qiladi-da u. Uni smovkada yuvish kerak bo'ladi o'zi. Aha. Qaydi? U aqlli yigit haftaga endi yuvib temirni deformatsiya qiladi. Mana bunaqa deformatsiya shunday bo'ladi. Ma'lumot uchun Ma'lumot. ustalarga. Va o'zi yaxshi usta o'zi biladi nima qilish kerakligini. U bolalar menimcha 1 oy ishlab usta bo'lib olgan bo'lsa kerak, 1 yilmi. Keyin boyagi ishni eng katta xatoni qilganda u haftaga endi qizdirib metalni ko'chirgan bo'lsa hammasini noldan qilaman. Tak mashina polniy remont bo'lgan Aha, ekan. yur. Shpaklovkalar bor. Aha. Holat, короче, nima desak bo'ladi? Yomon ham emas, yaxshi ham emas. 50 mashina. Mashinamiz puliga yarasha 2009-yil, gazi bor. Net probeg qancha edi aka? 500 ming probegda, Sons motor ekan. Bu mashinamizga 3 ming so'ralyapti, yana kelishtiramiz deyishyapti. Pastda nomer qoldiramiz, o'shanga bemalol qilib gaplashishinglar mumkin. Xo'p, bizda 2012-yil Nexia 2 miz navbatdagisi. Assalomu alaykum. Kapotdan boshlaymiz har doimgidek. Hayotda deformatsiya bor ekan. Aha. Mana yetib boramiz unga. Germetikasi o'ziniki turibdi. Aha. Yo'da joyida, boltlari bu yoq taraf joyida turibdi. Bunda har doimgidek gemoroy qiziqtiradi hammani. O'tda yaxshi ekan gemoroy. Butun turibdi. Mhm. Usulitelimizdan qaraymiz. Usulitelimiz metkasi joyida o'ziniki turibdi. Mhm. Bu yoqda ham o'ziniki. Mhm. Lekin sepilgan kraska. Nimaga degan tazgin shpaklovkamiz bor ekan. Shu usulitli o'ziga sepganda, to'g'ri? Usulitli o'zini radni o'zinikida. Ha. O'zinikini sepgan. Aha. Shunda boru, Aha. bu yog'i sepilmagan, mana shu yerdan bu yog'i bo'lyapti. Ha, bu yoq Bu yog'i sepilgan. o'ziniki turibdi, bu yog'i sepilgan bo'lyapti. Aha. Tak, endi bu yog'i. Bu yoqda ham podkrinnilar yaxshi, mana bular ham turibdi joyida, treshina bermagan yaxshi. Chashkali demak yaxshi bo'ladi unda. Aha. Lanjeron butun turibdi, pistolet yaxshi turibdi. Aha. Ichki taraflari ham butun. Bu yoqda ham podkrinning ichlariga ham sepilmagan ekan, o'ziniki radnoy turibdi. Aha. Podkrinning ranglari bir xil o'zidagi turibdi. Demak, butun. Bu yoq butun. Davom butun bo'ldi. Endi kapotiga keladigan bo'lsak, kapoti mana shu yerdan vidimo udar bo'lgan. Aha. Mana treshina bergan. Aha. Keyin buni mana shu yerda mana bunaqa iz bo'lishi kerak. Aha. Shu iz yo'q. Sababi bu iz yo'qligini shotka svarka bilan to'g'irlashganda kapot bitta bukilgandan keyin bukilaveradi. Ha, chiqargan keyin. Bukilmasligi uchun mana u yog'ida vimka bor. Ha. Qarang. Ha, 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 ha. Mana shu xuddi shu narsa Bu tarafda. mana shu yerda ham bo'lishi kerak. Ha, mana edi. ha. Noshmamchi kapot mana shu yerdan urilgan bo'lsa, mana usulda shunga bo'lganda. Aha. Kapot mana zigib bo'ladi. Shunda hozir usulini qilib sarka qilib qo'yishgan. Ha. Demak, kapot ham remont bo'lgan bo'lyapti. Krilo hozir boshqa. Krilo boshqami? Bunda o'tkirlikni almashtirgandan keyin Ha, 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 almashtirilganda. boshqa qo'yadi demak. Da. Krilo almashgan, kapot ustichi. Usti kraska bo'lgan. Bir yil.
eshik boshqa qo'yilgan. Eshik almashganmi? Hermetika bor. Ha. Bunaqa surilmaydi zavodda. Ha, xohlagancha surtishyapti. Keyin razmer bor-ku, hozir 1.6 chiqyapti, o'zi 1.2 chiqish kerak-ku. Ha. Yuqori sepgan, o'sha endi bizga o'xshagan ustalar sepgan. Sepganda sloy kamayib qolgan. Aha. Eshik yangi. Eshik almashgan. Eshik boshqa qo'yilgan. Endi qanaqa eshik nimaga qo'yilgan? O'rta hozir grubiroq bo'lgan bo'lsa, eshikni yangi qo'ygan, plus yo'g'insiz shifakilibga yo'q. Bu yo'q ham sepilgan. Sepilganmi bu ham? Mana shifakilibga chiqadi. Ha, tegi, ha? Yo'q, radnoy turibdi, radnoy turibdi. Aha. Yo'q, radnoy. Ayol joyida turibdi hammasi. Bu ham joyida. Endi bitta tegani ko'ramiz. Aha. Yo'q, radnoy. Yo'q, ham radnoy turibdi. Atsek radnoy. Motorni atsek, bagajni atsek yaxshi. Bagaj toza. Boyga ketasan. Aha. Ha, tegi sepilgan ekan. Tegi sepilgan, ha? Mana bu yerda remont qilingan. Shifakilibga chiqdi hozirgina. Polni sepilgan. O'zi mana shu yerda tegi sepiladi-ku. Ha. Ha, endi ko'p chiriydi o'shaniki. Ha. Remont qilingan. Hop, mashinamizni to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2012-yil dedilar. 120 ming probekda. Qatlarda kraska chiqdi shunda. Tak, bizda kapot o'zini remont qilishgan, kirlo zamin bo'lgan, eshik zamin bo'lgan. Nari eshik tegi kraskalangan. Imom yoqda eshik tegi kraskalangan. Imom qanot tizig'idan pastdan sepishgan. Holatni mana ko'rib turibsizlar. Husan akam o'zlari to'liq aytib berdilar. Bu mashinamizga 3900 deyishyapti. Mashinamiz yili 2012-yil. Mashinamizga 3900 so'rashyapti. Pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, baraka deb yozib qo'ysanglar, xursand bo'lasiz. Hop, bizda navbatdagi 2015-yil Nexia 2miz, Mokray asfaltda. Husan aka, hozir tekshiramiz, oxirida sizlarga xulosani aytamiz. Boshladik, ketdik. Har doimgidek atsakdan boshlaymiz. 1.6 ekan. 1.6 20 kilo joyida turibdi. Nimagadirchi Husan aka mana shu Nexia 2ni Mokray asfalt rangi zo'rroq chiqqan, qanaqadir. Endi ana vidi boshqachada, keyin iyun ustiga bu qishda boshqacha ko'rinadi. Toza bo'lib yursa bor, top-toza. Buni jentran, qora jentran bor, shunaqadek ko'rinadi. Bo'ladi. Ko'pchilik yoshlar mana shunaqa to'qroq mashina oladi. Endi marafetiga qiziqadi. Bizga o'xshagan katta yoshlar oq bo'lish kerak. Mexanika Nexia. Endi mexanika ham avtomatni Qachon alishtirasiz? Xudo xohlasa yaqin kunlarda. Nima mashina 10x dimi? He 12 yomonda. Yoqmayman. Tak. Atsagimiz toza chiqdi. Butun ichlari germetika joyida. Ichlari ham chiroyli turibdi. Bu mashinani mana shunaqa chiroyli qilib tayyorlab chiqish kerak. Qaraganda приятный-da, uni ko'rsang приятный chiqadi. Gazi bor ekan mashinamiz. Gazimiz ham bor ekan. Yomon emas. Yomon emas. Buni ham kraska qilsa, shunda liniya qilinadimi yoki ozgina pitno qilsa ham bo'laveradimi bu rangni? Yo'q, bu ham pitno sepib, lakponni sepiladi. O'zida olib qoladi. Bo'ldi, tushundim. Faqat oqda bo'lar ekan. Faqat oqda pitno sepiladi, u ham boyagi spishkada kechqurun ko'rinadi. Hozir ultrafiolet chiqqan fonar o'shanda ko'radi. Brat Instagram kontent qiladilar-ku. Yaxshi. Toza, ha? Yaxshi. Yo'q, ham yaxshi turibdi. Petlalari yaxshi, bu qozuvli bo'ladi. Qozuq ochilib turibdi, ko'rib ovozi. Petla qozuvli bo'ladi, Nexia qozuv bo'ladi. Bolt emas. Mana shu yerda qoqiladi-da, shunaqa turadi. Mana shu yerda shifaklikka chiqyapti. Ikkiga agar sezayotgan bo'lsang, shu yerda qara. Mana bu yerda do turibdi, ko'rasizmi? Do. Mana bu yerda plavnik turibdi. Mana shu yerda remont bo'lgan, mana shuni sepgan. No sepib mana shu yerda pitno bo'lgan. Demak, mana shu pitno bo'lgan, to'g'rimi? Mana shu pitno u yog'i lak bo'lgan. Atsak yaxshi. Yo'q ham yaxshi turibdi. Metkala joyida. Qanot o'zini qanoti, boya sepilgan joyda o'zini sepish ham shu kichkina qirilgan bo'lsa,
Shu tayyorlab seyf borgan. Aha. Yo'li yaxshi chiqdi. Ushlab turaman. Mana. Tak. Mana aytdi. Mana yo'lda seriku, ko'rasiz, girmaydi. Bu yerda ham shunaqa bo'lish kerak bo'lgan. Aha. Shu o'tkazgina seyf borishibdi. Nimaga? Ancha shu old orqasidan ozgina yetib olgan. Aha. Lёгкий-da, endi germetika treshina bo'lsa germetika suradi ustidan. Suv o'tadi. Suv o'tadi. Shunga germetikani bir xil qilish uchun shu o'tga pistillatib yuborishgan bo'ldi. Bunaqa seryo'zli narsa yo'q lekin. Aha. Shunda ham mana bagajga tegmagan, bagaj o'ziniki turibdi mana. Aha. Bamferdan teganda endi. Bamfer almashadi, bizda hisob kirmaydi deymiz. Hisobga kirmaganligingda o'sha boyagi joyiga yetib olgan. Aha. Bu ham zavodga mana germetikasi qattiq bo'ladi-da. Quyuq bo'ladi ana, keyin qalin bo'ladi germetika. Boy eshigida ana yub qo'yib qoladi-da. 5700 ga stoytmi? Nima deysiz? Narxi. Bu 5700 dotdilar buni. 2015 oxirida. 15 ham oxir ekan. Aha. Endi men holatiga qaraydigan bo'lsa, yomon emas, nima desa, значительный narsa, orqasida vakuum bo'lgan, naryoq bitta kasga fitno bo'lgan bo'lardi. Shu holatiga yomon emas lekin. Narx. Endi ozgina Yana ham bizda ekspertlar bor. Mana yerda sal kosmetika qilgan, vakuum qilib, keyin ustiga kraska tegizib qo'yishibdi bu. Bamfer endi zameni u hisobga kirmaydi. Xo'p, bo'lmasa ko'rib chiqdik. Holati bitta shu anaqa nar kriloda. Krilo sepilgan. Mana bitta просто ateli sepmay qo'yishgan, чтобы anaqa qilib qo'yishgan. Mana ta'ziga kosmetika. Kosmetika bo'lgan bo'ldi. Orqa krilo vakuum, naryoqda fitno, mana yerda kosmetika bor ekan, qolgan joyi tinib turibdi. Top-toza. Xo'p, mashinamiz 2015-yil, gazlari bor. Xo'p, 200 ming probekda. Bu mashinamizga 5700 so'rashyapti. Nomer qoldiramiz, telefon qilib bemalol kelishinglar mumkin. Xo'p, bugun faqat Nexia ko'ramiz dedik, lekin bitta Spark ham chiqib qoldi. Sizlar uchun bonus tariqasida. Bitta ko'rib olamiz buni ham. Xudo xolasa oxirida xulosasini aytamiz. Tak, kapotda germetikalar o'zining germetikasi, zavodga boshqa ingichka bo'ladi. Yo'ldan ingichka bo'ladi. Bu pastida ingichka, demak, yeri sal pastroq ekan. Ingichka. Tak. Kapot yechilgan ekan. Mana boltlarni kaskalab qo'yishibdi. Endi deformatsiya bor, demak, bu kam tegan ekan. Miyolari joyi turibdi. Endi atsak ko'ramiz. Atsak bu yaxshi, yog'am yaxshi turibdi. Usilitel boshqa qo'yilgan ekan. Usilitel temirli bo'ladi-da, gruntok sepilmagan, sotilayotgan. Endi o'sha yaxshi обработка qilmagan ekan, ko'chib ketdi. Usilitel yangi, ekran yangi qo'yilgan ekan. Mana yoqda boltlari, kriloni boltlari yechilgan ekan. Demak, kriloni ustiga o'tib bilamiz nima gapligini. Ichlari butun turibdi. Tak, atsaki ko'rib bo'ldik. Atsakida lonjeronlar butun turibdi. Ekran almashgan. Ichiga o'tmagan udar. Endi kapot ustini ko'ramiz. Kapot mashit remont bo'lgan. Kraska forilgan ekan. Kirlo kraskalangan. Aha. Polni kraskalangan. Parogini ham bo'yab yuborishgan. Parog saro bo'lish kerak. Bu yerda hammasi oppoq bo'lib turibdi. Bir xil bo'lish uchun oq sep borganda. Germetika o'ziniki zavodga o'tibdi. Ingichka. Bu yilda ingichka chiqqan ekan. Aha. Tak. Ham joylari ham remont bo'lgan. Parogi, mana shu yerda deformatsiyalar, bitta pachoq joylarini remont qilishgan. O'zi qolgan. Mana bitkasi o'ziniki, radnoy mana shu o'ziniki. Aytda boshqa ham sotadi-da, yopishtirib qo'yishadi, lekin bu radnoy turibdi. Mana shu parog sepilgan. O'shanga aytdi pastiga ham rangi sariq, o'shanga oqarib qolgan. Bagajga ham remont bo'lgan ekan. Pachoq turibdi. Aytdi shpakilovka bor. Shpakilovkani hozir datchikda tekshiruv o'zi hozir kerak emas bizga. Baribir shu uverniy bo'lish uchun 29. 26. Işte deformatsiyani to'g'rilab Ozginasi joyini ekanda. Mana lekin ular o'zining joyida, hammasi germetika o'zining joyida turibdi, joyida, yog'im joyida. Aha. Mana 14 da ingichka chiqqan ekan. Aha. Aytda deformatsiya bor ekan. Sezib ko'rib pachoni. Ha, yengilgina tekkanmi deyman. Aytda ham kraskalangan ekan. Aha.
Mana aytib qarang. Shpagulkani o'rniga qo'yib ketgan. Bundoq kelyapti. Bu yog'ini kraska. O'zi ma'lumotdan bilmayapti-mi? Mana shu bagajning bilan seforishmiz. Polnistyu. Mana aytdi ham. Deformatsiyalar bor. Demak, orqasidan yetib tegini ko'rishimiz kerak. Aha. Mana buniki o'ziniki turibdi. Bu sepilmagan, sepilmagan. Tog'orasida hammaga tog'orada bilasizlar, ana bir xil bilan qariydi, bamiriga ishlamay qoladi, ketaveradi. Shu yerda tog'orada nimadir bo'ladi. Mana tog'orasi sal yopishib qolibdi. Mana balonga yopishtirish kerak emas. Ozgina yetib olishgan. Orqadan Shu joy orqadan yetib olgan, shunda mashinaga tegan, unga tegan. Bu yerda o'zini tortib qo'yishgan, yo'q, yaxshi tortilmagan. Zagur turibdi. Ham orqa turibdi qarang. Tak, лёгкий orqasidan yetib olishdi. Udarcha. Kichkina. Saksonchi. Qarang. Krilo ham sepilgan. Kirga sepilgan. Mashinachi raxda bor-u. Kichkina bilmas raxi bo'ladi. Mana bamperda ham bo'ladi. Ovoz tekis turibdi. Tekis shpagulka surishgan, tekis qolib ketgan. Yo'g'idagi raxini ko'rsatam yo'q. Ko'rinar, ko'rinmas. Ko'rinmas. Mana shunaqa rax bo'ladi. Bu yerda ham mana kichkina-da mana. Ko'rinar, ko'rinmasmi? Shu rax bo'lishi kerak, o'sha yerda yo'q shu narsa. U yoq remont bo'lgan ekan. Miyaga o'rnashib qolgan bor, mana shu. Kraska bo'lgan ekan. Kalinkan kraskalangan, sezayotgan bo'lsangiz qalin-da, bunisi qalin. Shunda datchiga keladi yordamga. 125 chiqyapti. 128 chiqadi. 128 chiqish kerak. Bu da 128 chiqyapti. O'tdi. Shunda mana shundoq kalinkasi qanoti bilan bundoq sepilgan. Sepib yuborilgan. Yo o'ziniki turibdi, sepib yuborilgan. Parogan sepilgan. Voy parogimizni sariq bo'lish kerak edi o'mizda. Bu yerda sepib yuborilgan, parog ketdi. Bu ham o'ziniki. Bu ham raddan turibdi. Chilari butun. Mana shu chizig'idan pasini parogini sepishgan. Rangi ham chiqib turibdi. Yog'i ko'kishroq, yo sariqcha sezyapti. Demak, paroga sepgan ekan, yoqamiz. Bo'ldimi? Xullas ko'rib chiqdik mashinamizni. Mashinamiz 2013-yil, 1.25 motor, mexanika, 290 ming probekda. Qatlarda kraska chiqdi shunda? Kapot kraskalangan bo'ldi, krilo, eshik, naryo krilo, eshik kraskalangan, ikkita parog kraskalangan chiqdi. Bagaj. Bagajimiz лёгкий такой, kichkinagina. No, bar kraskalangan. Такой лёгкий, sepilgan. Xo'p, bu mashinamizning narxi 4,5 ming deyapti. Nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolisa telefon qilib gaplashib, baraka qilasizlar. O'rtoqlar, bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun Nexia 1 va 2 mashinalarni ko'rdik. Bonusiga bitta Spark ko'rdik. Xo'p, fikringlarni kommentariyada yozinglar. Mashina bozori holati bo'yicha qanaqa, podpisatsiya esdan chiqmasin va eng muhim jihati, keyingi hafta nima mashina chiqaringlar. Kommentariyada belgilanglar.